Assalomu alaykum qadrli hamqishloqlar. Jonlar tinchmi? Sog' salomatmisizlar? Bugun 2 yildan beri mana endi Comfort Plus'ga chiqyapmiz. Bugun birinchisi men kecha litsenziyamiz chiqdi. Mashinani polностью tayyorlab hozir ishga chiqamiz. Bugun kichkina bir men ko'rsatib qo'ying. Уважаемый operator, bugun birinchi battle bo'ladi, kichkina battle. Hozir mashinani tayyorlagan narsalarimizni ko'rsatib qo'y. Tonirovka qildirdik Ramazon taqsirdan. Keyin Damir Bayke degan bir poli qiladigan akaxonimiz bor. Polilar yasab berdi bizga. Polida nimalarga ham yasab bergan? Bagajlarga ham полностью mana qilib chiroyli qilib tekis точно tushadigan qilib. Если что, описание tushsanglar, poli deb nomerini ham qoldirib. Bugun bizda qanaqa battle? Kelsanglar bu yoqqa. Mashinani taniydiganlar bormi? Bu ham juda ham bir известный. Biladiganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu mashinada bir yaqin bir akamiz kechagina test topshirdi. Testdan почти что bittada o'tib ketdi. Testdan 2 marta o'tdi, intervyudan bittasi o'tib ketdi. Bugun birinchi marta biznesga chiqyapti. Men bo'lsa anchadan beri почти что birinchi marta desa bo'ladi. Comfort Plus'da. Ikkimiz 12 soat ishlab yuramiz. Birinchisi menda. Kim qanaqa topar ekan ko'ramiz. Yo'layib o'tib ketgan. Ular shunaqa. 12 soat ishlaymiz. Hozir soat bizda necha? Soat 12 da boshlaymiz, примерно. Hozir mashinani tayyorlab yana ham. Men olyapsizmi? Qayerda olyapsiz? Ama nima qilyapti bu? Ye. 11:05. Da, hozir bu yerdan chiqib, liniyani bosqinimizgacha biz hali dokumentlarni to'ldirishimiz kerak. Inshaalloh Comfort Plus deysimeni ko'rsatamiz. Oxirida ikkimizni rezultatimizni solishtiramiz. Shunda qanaqa bo'lar ekan? Atak Merstoma sog'onyapti odam. Ozgina sabr qilib tursak, примерно bir 10 kun ichida o'tib ketsa ona. Bir 10 kun ichida mashinamiz ham bitib qoladi. Ular shunaqa bilan mana akaxon уже полностью suvlarni solib. Bugun aslida shu Comfort Plus'da smenani ko'rsatamiz. Qanaqa bo'ladi, qancha bo'ladi? Ikkosi Comfort Plus bilan biznes yaqinligi uchun примерно заработок bir xil bo'lishi kerak. Arendani вычитывать qilib boramiz. Shunda qancha qolar ekan toza 12 soatda. Ko'ramiz. Bilasizmi? Kofedan olib ishni boshlayapmiz. Operatorimizga bitta savol bor. Bittada testdan o'tib ketdingiz. Shu testdan o'ta olmayotganlarga ozgina savet. O'zingiz opitingizdan kelib chiqing. Men opitimdan kelib chiqsak, главное Yandexga paxtani qo'yaveringlar. O'xshab ketaveradi. Da, keyin bu ham gрамотный, уверенный javob beradi. O'rischani, главное o'rischani yaxshi gapirib, gрамотно, iloji boricha kulturni, запрещенный gaplarni, so'zlarni ishlatmasdan chiroyli gaplashib, приятно bo'lib. Hozir nimada ham ошибка bo'ldi, o'zi. Jiddilanib, bitta joyda ошибка bo'ldi. Boshida birinchi unda operator bilan bir-birimizni tushunmay qoldik. U mendan kostyumni so'rovdi, men полный uniformani, dress kodni aytib beribman. U mendan kostyum deyla so'ragan ekan. Ash paytda sal dudulanib qoldim. Undan keyin o'zi ozgina mandaraj bo'ldi, lekin javoblarim hammasi to'g'ri bo'ldi. Da, baribir, lekin уверенно javob berdi, unga ham qaramasdan o'tib ketdi сразу. 5 minutdan 10 minutda keldi o'sha rezultat, 5 minut keldi. 5 minut уже. Поздравляем, вы получили доступ к тарифу бизнес и круиз deb keldi SMS. Comfort, только бизнес. Liniyaga chiqamiz, soat bizda 11:30 bo'ldi. Comfort Plusmi, Comfortmi? Comfort Plus, ha. O mashina qaranglar. Chiqdingizmi? Bo'ldi, sekin, zo'r sentrda boravering. Biz bo'lsa zakaz kutib qolamiz. Mayli, ishingizga rivoj. Какой же он красавчик, deydi-yu. Biz menda boshlagan joylarimiz hozir примерно рассказовка, u ana уже birinchi Comfort Plus zakazimizni oldik. Mashinani olgandan beri 3-4 kun oldin liniyaga bir marta chiqdim. Ikkita Comfort zakaz qildim. Shu bo'yicha ishlamadim, yurdim o'zim ishlarim bilan. Mana endi полноценный ishga chiqishimiz Comfort Plus mashinada. Inshaalloh mashinamiz davodchi ko'rgan qolib eshitib qolsa. Mashinamiz
bitgungacha Comfort Plus'da ishlab turamiz. Undan keyin mashinani arendaga berib yuboramiz. Baribir biznesdan keyin baribir biznes lучше bo'lsa kerak. Biznes ishlagan odamga biznes bari yaxshi. Birinchi zakazimizni ko'ramiz haqqa ekan. Raskazovkadan qayerga boramiz ekan. Plyus joylardan shunisi yaxshi-da. O'tiraversan. Qachon o'zi chiqsa, o'tiradi ketadi deb bizni adresimiz bo'lsa, kommunarkaga ekan. Kommunarka 18 minut ko'rsatyapti. Vроде koeffitsiyentlar yonyapti ekan kommunarkalarda. Faqat lekin aytish bo'yicha Comfort Plus ham ekonomda koeffitsiyentini ko'rsatar ekan. Bizneslarda Ultima Premierda faqat biznes koeffitsiyentini ko'rsatganda, bu yerda ham faqat ekonomlikni ko'rsatadi deyishyapti. Va birinchi zakazimizni kommunarkadagi больница bor. Katta bilasizlarmi? Mana 16 minutda keldik. Itogo 800 rubl bo'pti, почти что. Menimcha yomon emas baho. Normalno. Normalno, faqat zakaz bermoqda. Biznesdan bettar nima bor. Men o'ylagandim, tang beradi deb. İkinci zakazımız 20 minutda 694 rubl oldu. Что-то заказ вообще слабый. Nimaga unaqa tushunmayapman. Tang tung beraverdim desam, boya bilasizlar, почти что 1 soatmikin kutdim degan. Undan kelib sekin hozir Orjonikidze degan ko'chaga kelganmiz. Orjonikidzedan hozir mana yana zakaz berdi yaxshi. Zakaz tashlashimizga mashina berib tursa, normalno. A to sal bratandan ancha qolib ketdik. Bitta zakaz bilan уже 2000 urib qo'ydi hozir. 2000 emas, почти что 1,5 ming urib qo'ydi. Gaplashdim hozir. Gaplashdim. Yo'q, men ikkinchi zakazni olyapman. Birinchisidan keyin ikkinchisi uzoq bo'lib ketdi deyapti u yoq ham, no. Narxi katta razlichasi bor. Albatta zakazimiz 20 minut 500 rublga tashlab qo'ydik, 510 rubl. Va уже сразу yana zakaz berdi. Kelyapmiz, tashlagandan keyin sразу beryapti. Shu 5-zakazga ketyapmiz. Пока что вроде нормально. Narxlar yaxshimi yo'qmi, unisini bilmadim. В конце smenaning oxirida bilinadi. Agar menimcha примерно bir 13 dan 15 gacha ishlab olsak, 12 soatda menimcha bu juda ham yaxshi rezultat bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki biznes, elit, premier lardan примерно agar 12 soatda chista bir 10 ming qoladigan bo'lsa, bu yaxshi rezultat. Undan ko'p ham bo'ladi, undan oz ham bo'ladi, chunki agar bunda ham shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yaxshi. Faqat buning uchun ishlash kerak. Tinmasdan inada yurib, bu yerda ko'proq borib o'tirib ishlardik. Endi bu yerda hozir ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Biz bilan qoling. Videoda oxirida biznes bilan solishtiramiz. Akam впечатленияsi bilan atay вроде довольно xursand bo'lib yuribdi-yu, telefon qilsam. Mana bo'lyapti, poyezdkalarni gapirib beryapti. Sement oxirida chiqcha. U yoqdan ham gap olamiz. Qanaqa tashvinasini bilamiz yo'q. Я когда Яндекс заказ даю, dedi. So'ragan su 34 minutda 1000 nima? 963 rubl. Официально ekonomdagilarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat katta sizlarga. Nervilarga rahmat. O'zinglarga rahmat.
zakaz berib qoldi baribir yana. Voy. Signal chalarim nada yig'ildi. Mana ko'ryapsizlar, yo'l bo'shatishmayapti. Вообще yo'l bo'shatmayapti. Поворотный yoqdim signal. Поворотный yoqdim signal. Xuddi birov yo'lini bosib qo'ygandek, qochinglar degandek qilish signal cholishyapti. Voy, qoyil qoladigan darajada. O'zi oldida hech narsa yo'q, поворотный yoqdim. Поворот yoqib, nari перестроение qilgan. Probkada turibmiz. Oldimda hali potokni to'xtatib qo'ygan yerim ham yo'q. Beryapti-da signaldan. Вообще. Qoyil qoldim mana. Salomon. Qora taksiga yetmaydi ekan. Bu yoqqa bo'lsa, перекус taksista chek bo'lyapti. Minsk machtiga kelganmiz. Juda qulay joy. Sentrga yaqin, zapravka bor, machit bor. Machitda edi manaqasi zo'r hot-dog sotadi. Hot-dogni yeb, перекус qilib, namoz o'qib, sразу liniyaga chiqsangiz уже sentrdasiz. 5 minutda sentrga ketasiz. Olasiz, oblastga chiqib ketasiz. Lekin hot-dogi borib, ancha-muncha kelib turaman bu yoqqa. Hot-dog lekin bomba. Normalni bir kelib yeb ko'ringlar. Machitda tagida, machitni o'zida. Birinchi etajda tahorat oladigan tomonda kichkina kafecha bor. Aka desalar shu hot-dogni 140 rubldanmikini. Zo'r. Urib ketsanglar bo'ladi. Va kichik перерывdan keyin birinchi zakazimiz 17 minutda 5912 rubl bo'ldi. Ты, по-моему, перепутал. Нет, записано на камеру. Смотри. Mosfilms, tak, MGU'dan Mosfilmsga olib keldik. Ana birinchi долгая поездка berib qoldi. Michurninsky prospektdan почти что Ximki tomonga SMT Niva deyapti. SMT Nivaga Centralная улица ekan. Shu yerga boramiz ekan. 1 soatdan oshiq ko'rsatyapti, 35 minut. Qancha bo'lar? Agar mana shunaqa dolga poyezdkalar vывести qilib tashasa, yaxshiroq o'rganganchi bo'lsa, yaxshi bo'lmasa, juda sust ishlaymiz. Kuyov bola yeb qo'ydi, dedi-yu. Ay, 1 soat 40 minut. 2000 bo'ldi, 2000. Bilmadim. Nima deb o'ylaysizlar? Comfort Plus'da ishlaganlar bo'lsa, kommentga o'tib yozib qoldiringlar-chi. Normalmi bu yoki men arzon zakaz oldimmikin? Juda arzonga o'xshayapti menimcha. Qaratishdan keyin yana bitta dolga poyezdka urib. Tak. Vyxinamidi qayer? Ash tomonlarga kelib qoldik, Lyublino tomonlarga. Biz bu akaxonimiz olib keldik. 40 minutda 2000 rubl bo'ldi. Hozir endi yana ish davom etamiz. 15 daqiqa 9 bo'ldi, yana 3 soat vaqtimiz qoldi. 3 soatda ta'sir tushirib olsak, arenda palobatlarni hisoblaganda примерно bir xil yoki o'tib qolishimiz ham mumkin ekan. Zapravkani urdik. Qancha litr ketdi? Seva. Hop, rahat. 2300 qo'yilibdi. Bismillah. Tak, ertamandan beri 3 ta shkala qolgan edi. 2 ta shkalani yoqibmiz. Bo'yimizda 1200 200 km yuribmiz. 200 kmda 2 ta shkalani yoqib olibmiz. Juda ko'p olib. Juda ko'p yapti mashina.
poxodda obkatga bo'layotgan paytida shuni aytdimi bilmadim. Lekin shu 200 kilometrda ikkita shikla ketibdi. Soat bizda уже 10:30 bo'libdi. Navbatdagi zakazimizni sentrga Pyatnitskiy shosse Frank by Bastaga olib keldik. 933 rubl bo'libdi. Bu yoqqa по делам bilan keldik. Потому что Lyubinoda u yerda qaratish, u yoqdan bu yoqqa o'zingizga tashib yuradi. Lyubinodan chiqa olmay qolasiz. O'zingizga aylantirib yuradi. Shuning uchun bitta по делам deylar yoqib sentrga kelib oldik. Bu yerda koeffitsient yonmayotdi, sentr bo'lsa olov bo'lyapti, olov. Izmaylovskiga olib kelib sentrdan yarim soatda 1600 bo'ldi. Shunaqa zakazlar bo'lib tursa, endi уже bizga soat 11dan 15 minut o'tdi. Sekin damoga yoqsiz ham bo'laverar ekan. Chunki uyga borgunimizgacha ham уже почти что 12. Bir soat ko'rsatyapti uyga. Po primoy ketsak. Lekin zakaz berib qoladi degan umiddamiz. Bironta yaxshiroq zakaz joylashtirib ketib qo'yganimiz baribir yaxshi. Gerasimo Kurinaga olib keldik. Tupoyroq odamlar ekan, nima yurlar. Yo'l o'rtasida mashina chiqaman deydi. O'zi tochkasida emas ekan. Boshqa turibdi. Ostanovkaga kel desam, yo oldimizga dedi. Svetoforda turibman probkada. Ashitda chiqaman deydi. Mashinalar yuraverdi. Orqamda mashinalar signal chalyapti. U eshikni ochib turib, "Ha, bo'pti, undan andiroq to'xta oling" deb qarab turibdi, eshikni ochib olmay. Вообще hammani so'kishini eshitib, mana kim yomon taksi yomon hammayat to'xta oladi. Shuna bo'lib, olib keldik 900 rubl bo'ldi. Sentrdan Parashchi masti park zaryadini oldida. Sekin yanlar shu uyga qarab ketyapmiz. Uygacha hali yana 25 minut bor. Может berib qolar. Vnukovo aeroportlariga berib qo'ysa, atak uchi soat 12 bo'ldi. Xayrli tong, xayrli kun. Bugun juma. Kecha akamiz ertaroq kelib qolib, uyga kirib ketib qoldi, charchab. Bugun endi ko'rishib, mana hozir itog'ni chiqaryapmiz. Inshaalloh 12 soat ishladik. Men birinchisi men, bu ham birinchisi men. Zakadru anaqada operatorlik qilyapti hozir. Не публичный человек, to'g'risini uqasizlar. Так, brat, telefonni chiqaring-chi. Так, 12 soatda 14 ta zakaz qilibdi. 14 ta zakaz bilan 5898 rubl bo'libdi. 15 ming ekan. Uzr. Men 15 ta zakaz qilibman. 15 ta zakaz bilan 10100 ishlabmiz. Undan keyin yana bitta zakaz qilganman, endi уже 12 dan kelgan. Почти что ikkovimizdan bir xil количество zakaz qilibmiz. Siz ozroq qilibsizmikin debman men. Ko'proq bo'ldi, nimada? Plus minus arendani hisoblaganda bir xil ishlabmiz-ku, no, lekin nima? Agar arenda hisoblaydigan bo'lsak, da, arenda hisoblaydigan bo'lsak, men ozroq ishlabman. Bir 3000 ga. Da. 3000 ga. 2000 dan razitsasi arendasi. Siz 10 ming topdingiz, to'g'rimi? 10 mingdan 3 mingdan olvorsangiz 7 ming qolyapti. Benzin qancha qo'ydingiz? 2000. 2000, 5000 qolyapti o'zingizda. Endi menda men qarang 15800, 5000 arendam, 10800 qoldi. 1,5 ming dizel. 1,5 ming qo'ydingiz. Shunda qancha qolyapti? 10800 dan 1,5 ming 9000 qolyapti. Siz 5000 topdingiz, men 9000 topdim. 8,5 ming qolyapti. Nimaga 10800 u? 10800 mi? Men 1800 ayirib yuborib turib, shunda aytyapman 9000 qoldi. Xullas shunaqa. В итоге
haligi ko'p kommentariyada yozayotganlar bor, bir xil topshasan ekan, u bu deydi-yu. Mana biz anaqa rezultatni chiqaryapmiz. No, to'g'ri biz qanaqaroq ishladik, kecha obedda chiqdik. Nelikvidniy moment. Da. Kech payti rosa koeffitsient yonishni boshlagan paytda kirib ketib qoldik. O'zi ertamanda kech paytda ishlashni o'rniga не то moment chiqib qoldik. Inshaalloh bundan keyin ertamangi smenlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi sizdan bitta intervyu kichkina. Birinchi впечатление. Вообще maza. Maza? Mana jonni rohat ekan. Birinchi ekonomda ishlagansiz. Ekonomda naq bidla. Komfortda polubidla haligi ekonomdan ko'tarilayotganlar. Komfort plus уже adekvatnilar, более-менее adekvatnilar. Biznesda menga kecha вообще bidla tushmadi. Hali baribir boylarda ham bidlasi bo'ladi-yu. Ashnaqalar tushammikinmi, ammo tushmadi. Ular Primarkda aka, Primark. Elitda emas, Primarkda ko'p ular. Men bo'lsa boru, to'g'ri yo'lda ketyapman. Pоворotning bitta odamga qochuvlar deyishadi. Unaqa yurishganni qo'yaverasiz. Любой joyda yo'l berishadi. Maza borsiz. Yayraman. Ular shunaqa. Itogi shunaqa rezultat. Bu ham birinchisi menda 15 ming ishladi, undan ko'proq ishlashadi. Normal ishlaydiganlar 20 ga olib chiqaman dedi. Kecha endi har xil bo'lib turadi-da. Charchadik, kirib ketdik. Xulosani o'zingizlar chiqarasizlar, kimga qaysi tarif yoqadi, nima qiladi, qaysi o'ziga yaqinroq, qaysi udobniyroq. Kommentariyada o'z fikrlarni yozib qoldiringlar. Inshaalloh bundan keyin likvidniyroq momentlarda ham chiqib, bunaqa smenlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bosib, like bosib, kommentariy yozib ketishni esdan chiqarmanglar. Sizlar ham xuddi menikiga o'xshagan mashinani arenda yoki vukubga olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga Taksopark Igrani tavsiya beraman. Men ham xuddi shu Taksoparkdan olganman. Vukubning narxi 3600, 3800, 4200 dan bu komplektatsiyasiga qarab minimalka, prime va полный komplektatsiya. Arendalar bo'lsa 3100, 3300 va 3,5 mingdan. Без первоначальный взнос vukubga pastda описаниеga tushinglar. Telefon nomer va adreslarni yozib qoldiramiz. Telefon qilinglar, обязательно biz hurmatli odammiz deysizlar. Hamma описаниялар, kerakli nomerlarni pastga tushinglar, описаниеda qoldiramiz. Polida ham, Taksoparkda ham.